Assalamu alaykum, sevimli sizlar. Qanavalarga yaxshimi? Hammalarning mushaqlarga xayrlik bo'lsin. Biz o'qiyotgan Qiyadagi ovchining ahvozori nomli shu kitobni o'qishni davomlashtiramiz. Bu kitob qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtar Shahonov orasidagi suhbatlar asosida yozilgan kitob. Biz kitobning 4-bob hokimiyat va ro'yat degan bobini o'qiyotdik. Bugun shuni davom qilamiz. Aytmatov Demokrt degan qadimgi Gretsiyaning filosofi. Dövlət başqarış sənəti sənətinin atısı degan ekan. Bəzida bütün xalqның təqdiri bir rəhbərinin qolida болады. Məsələn, Peter bir arqada qalğan və savadsızlıq qoplab ketgan çar padişahlıqıga qayta gülleniş davrini elib keldi emasmi? Bütün bir millatni qayta qurilishga majburlagan birlik kishining buzg'unchilik roli qanchalik ekanligini ko'rsatish uchun Peterning hammaga bo'lgan hayot va turmush odatlarini san aytib beray. Padişah turug'liq Gollandiyaga berib odatdagi yog'och keskuchi bo'lib, kiyim yasashning sirini o'rganib qaytganligi balkim zevkligidan bo'lmasa kerak. Men podshoman, shundaqdimi olqinimdan qapartma yo'qolgan kun yo'q degan gapni yenidikilarga har vaqt qaytlab turadi ekan. Buyuk shoir Pushkin uning ana shundoq mardona azmatligini o'lmas she'rlari tilga olgan. Peter keng ketgan Rossiya zaminiga ko'z olaydigan g'arbliklar to'satdan ko'payishga boshlagan vaqtda davlat poytaxtini Moskvadan Baltiq dengizi bo'yiga yo'tkashni o'tirib qo'ydi. Uning bunday qilishlik o'yi poytaxtni qo'g'dash har bir Rossiya fuqarosining muqaddas burchi, ammo uni yovg'i bermaslik Rossiyani xavf-xatardan omon eson saqlash deganlik. Natijada dunyodagi go'zal shaharlarning biri Sankt-Peterburg mana shundoq dunyoga kelgan. Shahar ko'chalariga aman, qiyin, chetin, majnuntal va boshqa har xil daraxtlar qo'yilsin. Ya'ni kimdikim amanni ruxsatsiz kesadigan o'lim jazosi berilsin degan yorliqni chiqarganmi o'sha Peter podshoh edi. Uning o'z qo'li bilan tikkan amini 300 yildan beri buyuk doyining ko'zidek chayqalib o'smoqda. Peter qo'l ostidagi xalq ichida qattiq qoida tartib turg'izish bilan birga char podshohligining boshqarish qonunlarini butunlay boshqadan tuzib chiqib, zavod fabrikalarni, o'qitish o'rinlarini imkoniyatning boricha ko'paytgan ham armiyani qurollantirishni bilgan. Qo'llanib kelayotgan kirillitsa yoziqini ruslarning qadimgi yoziqi ekan. Bu Slaviyan yoziqi ishlatilgan, hozir Slaviyan yoziqining bir xil turi ekan. Yezqin isloh qilib, ba'zi bir ko'zga sig'maydigan harflarni oddiylashtirgan. Shunday qilib, maxsus nashriyat o'rni ta'sis qilib, Rossiya matbuot tarixidagi tunji gazet xabarning lentasini o'z qo'li bilan kesgan. Shuning bilan birga ruslarning hech ahamiyatsiz o'stirilgan soqol burtlarini qirdirib, etek yanglarini kelangsiz, uzun, absiz kiyimlarini radga serib ixchamlashtirgan. Muzikantlar orasida umumlashib ketgan haroqqa berilguvchilar bilan keskin kurash qilib, doim mas yurguvchilarning bo'yniga jazo tariqasida shuningdek boshqalardan uyalsin degan maqsadda ig'ir to'mirdan maxsus medal qo'ydirib isib qo'ygan. Kimdikim ota-onasini hurmatlamasa, xalq olim oldida gunohkor hisoblanib, uningga qattiq jazo berilsin, hisoblashdagi 4 amalni bilmasa to'y qilishga ruxsat yo'q degan podshoh yorliqlari orqada qolgan elni dunyoviy taraqqiyotga bir qadam bo'lsa-mu yaqinlashtirgan edi. Natijada urush qilsa yengilib, emgak qilsa manglay tari bekor oqqan, iqtisodiy qahatchilik bilan nodonlik batqiga batgan elni birla hukmdor Buyuk Peter qo'sh qolisidek so'rab yurib, yuqori pallaga chiqargan emasmi? Shahonov Buyuk Peter kuchlik ellar qatori qo'shgan char podshohligi Anna Yuanneva xonish oyim bo'lib hokimiyat yurgizgan 1730-1740 yillar orqaga chekinib ketib, elning baxtdaliga qochdi. Mamlakat parchalanib ketdi. Rus tarixchilari uni hurun, kolva o'yin tomoshaga intayin yerisman edi deb yozishdi. U davlat ishlari bilan qarunmay kun o'tkazib, pataklarning kulkilik hazil o'yinlarini ko'rish bilan ba vaqtini behuda o'tkazdi ekan. Kinaz va graflarni masxar qiladigan ko'rinishlarga shunchalik berildi ekanki, ba'zi kulkidan o'zini tutib ololmay yiqilib tushdi ekan. Anna Yuannova podshohlik qilgan oxirgi yili Rossiyadagi barliq millat va rayonlarga jar silib, Kinaz Goltsin bilan intayin set Mo'ng'ul qizi, ya'ni o'zining dediki Bujannikvaning to'yini qiladi. Bu tigi taktidan olganda o'ziga qarshi berig'iz gap yondirgan Kinaz uchun o'ylab topgan masxar qilishning alayda bir turi edi. Qish kunlari Neva daryosi. Bu Sankt-Peterburg shahrining yenidan o'tadigan Baltiq dengiziga qo'yiladigan bir daryo ekan. Neva daryosi ustiga Anna Yuannova xonishoyimning buyrug'i bilan to'y tantanasi o'tkaziladigan saroy butunlay muzdan qo'poriladi. Saroyning eshik darisi, uy jabduqlari, qochquchlari, hatto yosh er-xotinlarning karvitimi muzdan yasaladi. Rossiyaning hamma joylaridan yig'ilgan rus, tatar, Moldova, Chuvas, Nina qatorliq millatlar milliy kiyim-kechaklarini kiyib, chalg'i asboblarini chelib, usul o'ynab poytaxtni shodlikqa cho'mdirdi. To'y tugagandan keyin
yosh er-xotinlarni kechasi muz yotqanda yotqizishadi. Nikah kechasining tinch aman o'tishi uchun ko'zatchilar guruhi turg'izadi. Kenas bilan Mo'g'ul qizi bu sinoqdan tamtirmay o'tadi. Bir-birini muz yotqanda isitishgan er-xotinlar bir yildan keyin paqlandek qo'sh o'g'illiq bo'lishadi. Mundaq bir qiziq voqea bor. 1731-yili Char podshohligi bilan Qozoq elining g'arbiy qismi o'zaro kelishim tuzib, diplomatik munosabat o'rnatganligi tarixdan ma'lum. Qozoqlarning ko'zi ko'ringan obro'yliqlari, amaldor beylari va botirlari birlikda Xonshoyimning oldiga berib salom beramiz deyishib, mo'l so'g' salomlar bilan Sankt-Peterburgga kelishadi. Tatardan tilmoch olgan zo'r to'p a'zolari aytadigan so'z, ko'rsatadigan hurmatlarini bir qancha qatim pishiqlab, Udul podsho ordisiga boradi. Aslida Anna Yo'annova qozoq elining vakillarini qabul qilishga oldin ola va'da berib qo'ygan ekan. Xizmatkorlar oylab yo'l yurib yiroqdan kelgan qozoqlarning qabulxonada kutib turganligini, taxtida oltin, kumush va go'harlarga ko'milganicha zerikib o'tirgan Anna Yo'annova Xonshoyimga yetkazganda u nihoyat zarur bir ishim chiqib qoldi. Gollandiya podshoyi sovuq qilgan tishi maymuni bugun sahar tug'di. Bolalari shundoq o'moq, ularning ishlarining ko'pligi bilan beshim texim qetib turdi, qabul qilolmayman deydi. Aytmatov. Shundoq. Tarixda bundaq qayg'u-hasratlik ishlar oz emas. Mana shu xildagi bir ahvol ustida to'xtalay. Mashhur xonish Yekaterina II hokimiyat yurgizgan vaqtlarda Malrossiya, ya'ni Ukraina bilan Qrimni ko'rsatgan. Bularmı Çar podshohligining tabaliga kirgan. Uning hukmdorligiga xonishning eng yaqin do'sti ham sirdishi Grigoriy Potminkin tayinlandi. 1787-yil Xonshoyim o'z tavalligidagi Malrossiya xalqining turmush ahvolini ko'zdan kechirish, alohida bilan tonish maqsadida safarga otlandi. Peterburg bilan Kiyevning o'rtasidagi 76 tushkun bilan 36 mahallada Xonshoyim to'xtaydi, tushlik tomoq yeydi, orom oladi deb belgilandi. Barliq akabir əşrəflərini ergəşdirib, müddətdən burun yolğa çıxan Yekaterina II yolda ketiyotqach, Malrossiya xalqının nayt boy, alohidinin şunçilik yaxşı, turmushidan to'liq rozi ekanligini ko'rib intayin xursand bo'ladi. Uning oldidan qarshi elib, naqsh etib, usul o'ynab o'tayotgan xalq to'p-to'pi bilan haydab o'tilgan mol chorva, og'zidan teshib tugilib turgan tag'a-tag'a oshliq, haqiqatan xalqqa, haqiqiy kuyingan amaldorning emgak mevasi emasmi, ha? Yo'q. Yo'q. Peterburgga kelgandan keyin Potmikinning chavisi chitqi yeyildi. Aslida Potmikin Xonshoyim o'tidi degan yo'l bo'yidagi xalqni oldin ola yaxshi kiyimlar bilan kiyindirib, yasandırıb qo'ygan ekan. Amsa qorosiga patmay qolgan chorvachilarchu buningmi ipini topgan. Bir tushkunda Xonshoyimga ko'rsatgan ko'plagan chorvani Yekaterina uyquda yotgan tun ichida keyingi tushkun yoki mahallaga qo'g'lab olib borgan ekan. Undaq iskalada to'lib tashgan ochliqchu tag'alarning ichida bir mudam bo'lmasdan balki hammasiga to'piq achilangan ekan. Qanchalagan hukmdorlar o'z g'aminingni qo'ydi yuradigan mushu Potminkinga o'xshash aldamchilarning damiga tushib mag'lubiyat kuchirmidi deysan. Bu kulkilik voqea Rus yilnomasida Potmikin qishloqlari degan nom bilan atalgan ekan. Bizdan bo'lgan g'ayliqqa bir naqshi voqea boshliq keladi degan. Halqa sakratdikilar o'lmay tursin boshliq keladi. Taz taransin chechini bijnim qiysin boshliq keladi deydigan. Haqiqatan ashtaq ishlar bo'lgan. Masalan, buning bir necha misollari shu. Kishilar bir chog'da chorvachilik orqali xalqni beyitimiz degan vaqtlarda xalqlarga masalan, amdi manchilik qo'ysang, ishga qo'yib berdik, kelar yilgacha 4 bo'ladi yoki manda deb. Shuning bilan yuqoridan buningga manchilik deb pul kelgan bo'lsa, buning bir qismini qarib olib, bir qismini bergan bo'lsa, ishlarni to'ldirish uchun bir mahallada bir muncha odamniki qo'ylarining hammani ma'lum birsiga o'zini qotiniga aylab akirib qo'yaplan biz mushtaq buni beyitdik, ma burun namrat manda qildik deb ko'rsatgan. Undan keyin yetavrashga chidamliq uy. Buningki hikoyasini hammamiz bilamiz. Yetavrashga chidamliq uyda shu cho'ng yo'li qaraydigan bir teminalam pishqishda selib qolgan tomlarni yana ham qishda anjan tomdek shaklda selib ashta qiyganligi hammamizga haliqi Abdukarim Abdusning it o'tidan bu deyildi-ku, seningki yetavers oldi temangni tavramda yo'li qaraydigan temang deb. Bu xil aldamchiliklar hamma yerda bor ekan demak. Tarixdan bo'pti ekan mana. Shaxanov ko'ngilni g'ash qilgan bundaq misollar dunyo hukmdorlar tarixida nihoyat ko'p topiladi. Masalan, Kaligular Rimning podshohlik taxtiga o'ltirganda alayda Iroqni ko'rarligi bilan nomi chiqqan Tibari buningdan o'zgigim yaxshilik kelmaydi. Faqat Rim xalqiga emas, butun dunyo xalqiga ofat elib keladigan Suriyallar yetiladi deb ansirgan. U podshoh bo'lib taxtga o'ltirgan dastlabki mezgilda ajoyib iqtidorligi va mehribonligi bilan xalq olamini og'ziga qartdi. Tarqalib ketgan xalq kengashini asli keltirib, chetga qilgan bir qism kishilarga amal berdi.
Levi bilan Tiberdan qolgan ko'plagan pullarni ularning o'lar vaqtidagi vasiyati bo'yicha Rim xalqiga taqitib berdi. Biroq bu bir aldamchilik ko'rinishlari edi. Aradan ozgina vaqt o'tib, toji taxtining haqiqiy egisi ekanligini his qilgan Caligula burunqi hamoqat holatiga qaytdi. Uning ahmoqligi bilan aqlsizligining cheki yo'q edi deb yozadi burunqi dunyo tarixchilari. U o'zini tirik xudo deb biladi. Atrofidagilarning hammasi har vaqt egilib bukilib turadi. Xushomadchilarning qulluq qiliqlariga mas bo'lib ketgan Caligula chavoq chalganicha yomon ko'z ko'rsin, faqat qo'rqisli bo'ldi deb ko'p takrorlaydi ekan. O'zini aslida artist, naqshchi ham mayir usulchiman deb yurgan podsho davlat ishlarini unutib, kecha-kunduz o'yin tomoshabinlarni o'tadi ekan. Uning xalq to'plashgan yerlarda oldi bilan qayg'uliq artist siyog'iga kirib olib, o't cho'plarni qirqiydi ekan. Ondan chiliq targa cho'milib usul o'ynaydi ekan. Ammo qadimgi Rimdagi shu davrlarda erlarning usul o'ynashini yomon ko'rishdek ta'sirini qoldirib ketgan. Aytmatov. Rimliklarning o'g'isini qaynatgan shu ahmoq podshoning qulluq shumliqlari to'g'risida Yusuf Filavi, ya'ni qadimgi Yahudiy tarixchisi. Ular ismini Joseph deb qo'ydi-ku chaqiraq. Yusuf Filavi Caligula boshqalarnikini qo'yib, birla Homerning dostonlarini butunlay yo'q qilaman deb ter taraqishtirib yurdi. Uning kishilarga qilgan zo'ravonligi bilan yomonliklarining cheki yo'q. Tiriklarni ko'zdan yo'qitib, o'lganlarning shon shuhratini o'chirib tashlayman deb tinim topmaydi. Uning xalqqa solgan olgan yasoqlarining sonini bilgili bo'lmaydi. Podsho bo'libmi o'zi bilan taxt talashadigu deb gumon qilgan davlatman islzodi qabilalarni qirqish qo'ydi bo'ldi. Ularni oldiga chaqirtib kelib o'lgandan keyin barliq boyliqni menga qoldirsan deb zo'rliq bilan vasiyatnoma yozdirib, oxirida vasiyat qoldiruvchini jinoyatchi deb e'lon qilib o'lim jazosi beradi-da, butun mol dunyosini o'zining qilib oladi. Rim xalqini hammadan yomonroq qo'rqitgani, o'zining yaxshi ko'rgan itini konsullik xizmatiga qo'ygan edi deb yozadi. Mushuni o'qitib bir narsa esim kelib qoldi. Bir chog'da bir xabarda ko'rgandim, sizlar ko'rgan bo'lsanglar mumkin. Shu ichkirida bir tajribaxonaga shu Xitoyning xos Li Keqiangmiki birsichu, zunglilari Li Keqiang tekshirishga boradi-chu bir tajribaxonaga. Putuq kiydigan galosh bor-ku, so'lyav oyoqqa kiyib oldigan. Tajribaxonaga kirganda oyoq bunday kiyishga bo'lmaydi-ku. Shuning bilan buni Li Keqiangga endi qildi-ku, shunday qilishga Li Keqiang ilibla beshiq kiydi-danglar. Putuq kiydigan galosh. Asli putuq kiy deb putuq tanglayotganning hammasi darrolab butun adam keynidagi hammasi ash galoshni beshiga kiyib aning ichida mengib yuradi. Shundoq kulib ketgandim men. Asli putuq kiydigan galosh va tajribaxonaga oyoqdagi nimalar bo'lmaydi degan narsani beshiga kiyib kirib ketgan. Bitib ketdi inshaalloh. Hayvonni davlatning maxsus xizmatiga qo'yish tarixda hech qachon ko'rilib boqmagan. Ammo Caligula bo'lsa etiga marmar toshdan o'rin rastlab, pil tishidan bo'g'iz beradigan o'qir yastidi. Hokimiyatdan mana shundoq o'z xayoliga kelgani bo'yicha foydalangan Caligula podsho bo'lgan 4 yil ichida kuchlik bir davlatni qahatchilik qoplagan g'ayribona podsholikqa aylantirib tinchiydi. O'zi davlatning bosh talon-taroj qilg'uvchisiga aylangan yerda qolgan huquq tutquchilar qarab tursinmi? Ular qarapayım xalqning qinini xuddi sülükdek sho'raydi. Bir yil ichida davlat xazinasiga 200 milliard 700 million stresdi. Ya'ni oqchining kuli ko'kka so'rilib, butun xalq nomratchilikdan taraf-taraflarga sargardon bo'lib chiqib ketadi. Cheksiz huquq bilan hisobsiz boyliqning o'rnida mas bo'lgan Caligula qizi tug'ilganda Rim xalqiga jar selib, bovoqni beqish, asrash, tarbiyalash va yotliq qilish vaqtidagi jabdunishlar uchun pul chiqishini talab qiladi. Yangi yilning birinchi kuni podsho shaxsan o'zi saroyning bo'sog'isi turilib, xalq qatorisiga kelib tashlagan tengilarni yig'adi. Do'linib ketgan tengilarni ko'rib shunchalik xushal bo'lib ketadiki, changallab ilib ularni ko'krigiga bosadi. Hatto ustida xilg'icha eg'inab yotadi. Har kuni yangidan xizmatga tayinlanganlar va xizmat bilan izlab kelganlardan olgan nurg'un parlaq qanoat qilmay, dangliq o'g'ir qaroqchilarni saroyda beqib, xalqni bulang-taloq qilish bilan shug'ullandi. Usti beshi hech kimning xayoliga kelmaydigan olajak maraqlardan kiyim tikisib kiyishni odat qilib oladi. Rossiya tarixchilari Rimliqlar tugul, hatto erkak zoti kiymaydigan bir nimalarni kiyib olib xalq oldiga chiqatdi. Ba'zida qizil, yeshil gullik raqlardan ustiga ayollarning uzun etak ko'ynagini, putiga ayollarning botinkasini kiyib olib taxt to'ldirgan podshoni ko'rgan chet elliklar masxara kulkisini yo'shirolmay qoladi. Ammo Rimliqlar nomusdan yerga kirib ketgidek bo'ladi deb yozadi. Podshoning yeng kiyimi degan bu asarning ashuna bir yerlarda manbasi bor ekan demak-a.
Saqalını altında boyap yürgeni, hatto mashhur Aleksandr Makedonskiyning qabrisini echib, uning savutini kiyib tomosha qilganligidek asabiyligi xalqning qattiq hasbini qo'zg'aydi. Rim xalqi urush bilan namoratchilikqa chidagan bo'lsa-mu, o'z podshosining vafosizligiga chidamay, oxir o'z beshimchi Kaligulani yo'qotmasak, davlat titrab turolmaydi degan xulosaga keladi. Podsho o'ltirildi deganda, Rimliklarning yerimi bumi Kaligulaning birdamlik nayrangi deb ishonmagan. Ammo qolgan yerim bo'z cho'qirishib bir-biridan suyunch so'rashgan. Ulug' Xudo kelgusi hokimiyat beshidagilarni taqdirining bundoq mazoq masxarasidan saqlasin. Bugun mushunchalik o'qiylik, davomini davomli o'qiymiz. Alloh omonat.